Yuhanna yazgan 3-chi xat. Qadirlik Gayusqa, mənki etiqaçlar cəmiyyətçiliğinin yetakçisidən salam. Mən çin köngülümdən seni söymən. Qadirlik dostum, qalbin sağlam bolğandək, həmmə işlərinin oңuşluq və teninin salamet bolışığa tiləkdaşmən. Bəzi qirindaşlar kelib, senin Xudanın həqiqətində çin tuğanlığını, yəni həqiqət yolunda davamlıq minvatqanlığını etqanda, mən bək xursam boldum. Mən üçün pərzentlərimnin həqiqət yolda minvatqanlığını anlaşdımmı, çoğ xuşallıq yoxdur. Qadirlik dostum, İsa Məsih xizmət qilish yolda kelgan qirindaşlarning bəziləri, hətta sana natonuş bolsumu, sen ulağa yardım berib keldin. Bu senin Xudağı boğan sadaqatmənligingni köstüdü. Ula bu yerdiki etiqaçlar cəmiyyətçiligi aldıda senin bu mehir muhabbetinge guvalıq bədi. Ularni bunundan keyinmi davamlıq kütüb elib, Xudani xursan qilgan holda ularning sapriga yordam bersan, yaxshi qilgan bo'lasan. Chunki ular bu safarda e'tiqod qilmaganlarning har qanday yordamini qabul qilmay, İsa Masihning xizmatida yo'lga chiqdi. Shunga biz bundaq ixlosmand kishilar bilan birlikda haqiqat yo'lida xizmat qilish uchun ularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bu to'g'riliq jamoatchilikka bir parcha xat yozgan edim. Lekin ularning orasida o'zini cho'ng tutib olgan, jamoatchilikka boshliq bo'lish tamassusida bo'lgan Diotrip bizning so'zimizga kirmadi. Shuning uchun men borganda uning qilgan askiliklarini yuziga soliman. U bizga razil so'zlar bilan hujum qilyotdi. U buning bilanla cheklanib qolmay, İsa Masihning xizmatini qilish uchun kelgan qirindoshlarimizni qabul qilmayotdi. Hatto bu qirindoshlarimizni qabul qilmoqchi bo'lgan kishilarni to'sib, ularni jamoatchilikdan qo'g'lab chiqaryotdi. Qadirlik do'stim, yomonlikdan emas, yaxshilikdan ulgu ol. Yaxshilik qilgan kishi Xudoga mansubdir. Yomonlik qilgan kishi Xudoni to'nib yetmagandir. Demetrga kelsak, hammanglar uni yaxshi odam deb maqtamoqda. Buni uning haqiqat yo'lda qandoq manganligidanmi bilgili bo'ladi. Bizmi uningga guvohlik beramiz. Guvohligimizning rostligini senmi bilasan. Sana deydigan yana ko'p so'zlarim bor edi. Lekin qalam bilan siyohni ishlatgandan ko'ra sen bilan pat orada didor ko'rishishni afzal bildim. Shu chaqda so'zlasharmiz. Amanlik sana yor bo'lsin. Do'stlaringdan sana salam. Senmi u yerdagi do'stlarimizning hammasiga mendan salam etqaysan.